Er bermoq, jon bermoq. 73 ga kirgan cholini qizg'anadi. Ha, ketyapsiz. Endi nima farqi bor? Qayerga ketaman? Nima farqi bor endi? Fisiya уже, fisiya. Tobi Kantonin no. Ko'zingiz yomon sizni, ko'zingiz yomon. Nimaga Luizaga like bosdingiz? Men like bosganim yo'q. Rasmini kattalashtirib ko'raman desam like bosilib ketdi. Nimaga turmushga chiqqanmisiz deb yozdingiz? O'tirib qolmasin deyapman-da. Oldin er-xotin urushib qolsa, ha? Bola orqali gaplashiladi, cheres bola. Beshikda yotgan bolaning oldiga keladi, och qolgan er. Oyisiga aytsin, bitta choy qo'ysin. Bitta choy qo'ysin. Soatini ham o'zing qo'yib ich demaysizmi, o'g'lim? O'zing qo'yib ich demaysizmi? Onasiga aytsin, ko'p gapirmasin. Ko'p gapirmasin. Turga qol demaysizmi, o'g'lim? Turga qol demaysizmi? Kaltaying savolim hozir. Kechaga kam bo'pti. Qo'ling sinsin demaysizmi? Qo'llaring sinsin demaysizmi? Bu 3 oylik chaqaloq meni o'ynatyapti deb o'ylayapti. Kesatiq pishingni bilmaydi u bechora. Endi mana hozir telefonlar chiqib ketdi, zamonaviy telefonlar, ha? Sizlarning xotininglar ham shunaqami? Er-xotin urushib qolasiz, gaplashmaysiz. Telegramdan er xotinini ardoqlashi haqidagi imomlarning ma'ruzalarini jo'natadimi?